Shimib shimib o'padi yana. O mazza. Aziz bilib ekansiz. Oy, bilyapti yo'g'i. Berib bundoq ko'taradi, bundoq qilib rosa o'pishib, shimib tortib o'padi. Voy bala. Aziz. Benjiman, sen nima deysan? Qilmaysizmi? Yo'q, unaqa qilmaysizmi siz? Qilasiz siz. Nihuya. Qilasiz. Uchi hech kim tan olmaydi yo'qganini. Tan olmaydi yo'q. Qilasiz. Berib o'pishadi ham. Shimib o'pishadi. Nima deyapsiz? Men bor-ku. Yana salom alaykum. Men birorta qiz bilan yurmaganman men shu vaqtgacha. Hech qiz bilan yurmadim. Sizchi? To'ppa-to'g'ri, birorta qiz bilan yurmagan, faqat ayollar bilan yurgan. Ayollar bilan ham yurmaganman. Men yerda hazil-huzul qilaman, hech qaysi bilan yurmayman. Aziz. Siz ham kerak bo'lsa o'pishib berib yana o'pishib. Men yurmasam enasini amada o'pisham. Eshiting. To'g'ri, erkak kishi o'sha joyini aytmaydi, lekin og'ziga berdim deydi. Berib olib o'pishib shimib lavini. Просто u joyini aytmaydi. O'zini haqalasizlarmi? Aziz, sizga qiz u joyini aytadi-da, unaqa joylarni aytmaydi. Bunaqa ham berib o'pishasizlarmi? Muncha shirinsan deb o'pib shimib, to'ymay. Voy bala. Benjimin, sen ham shunday qilasan. Sizga aytmaydi-ku. Endi siz ham qilgan ishlaringiz aytmaysiz, ayollar ham aytmaydi-da. Sizlar ham aytmaysizlar, yashirasizlar. Mana hozir Aziz siz ham aytmayapsiz-da, o'pishganlaringizni. Men qilishmayman, gutti. Yo'q, men o'pishmayman. Yolg'on gapirmang. Men dashi qizlar bilan qilishmayman ham. Qo'ysangiz-chi Aziz? Qo'ydim. O'zingiz aytmayapsiz, bittasiga ilakishib qolib, yaxshi ko'rib sevib qolganingizni, behuda o'tirganimizni sevib qolganman, xolos o'tirganimiz. U bilan ham attashina qilmaganman, yaxshi ko'rib qolganman. Bo'ldi, tamom. Yaxshi ko'rib qolib qatnab qolgansiz-ku, yaxshi ko'rib qolib, sevib, faqat shuni o'ylagan bo'lib qoldim dedingiz. Bilad, men o'yladim emas, ko'nglim yo'q. 2 yil oldin. 2 yil oldin uyga qatnab qolib, men zo'rg'a o'zimga kelib oldim dedingiz. O'pishmasmidingiz u bilan? O'pishardingiz. O'pishmay qanday yaxshi ko'rib qolish mumkin? O'rganib u bilan biz bilishni atlashinaga bormaganmiz, u bilan jang qilmaganmiz. Uyga borib yotib olardim dedingiz. Oxiri yaxshi o'zimga keldim, men issiq sovuq qilib olgan ekan. Yaxshi. Voy, yolg'on gapirma. Qanaqa issiq sovuq qilib olgan ekan dedim. Bilay, yolg'on gapirib bergansiz, meni o'rgatib qo'ygan, issiq sovuq qo'ygan bo'lsa kerak degansiz. Yo'qmasam qatdan bilib o'zingiz bergansiz. Uyga bormaganman men uni, uyga bormaganman. Uyda ota-onalari bor uni, qanday boraman uyga? Unda har kuni qattiq ko'rishardingiz. Har kuni ko'rishmasdim, haftada bir marta qisqa bir ovqat yeyardik, bo'ldi, tamom. Ovqatmasligingiz kerak. Chetpetga olib. Uni sikaman desam, nikohlasangiz kelgin deb unamagan, shu bilan atlashina uzulgan atlashina. Nikohlasangiz kelgin degan. Siz menga qarang, azma sizni o'ylayman, bitta ko'rib ovqatlantirib, bo'pti, mayli, xayr jonim, uyingga bora qol deydigan bola emassiz-da, Aziz. Siz men bilan ko'rishing, ko'rishsa men o'ylayman, shu bittada sikishib qo'ysa kerak, ikkalamiz agar ko'rishsak, voy, cho'la mendan kelgan atirlarda mana shu bo'ynilarimni o'psiz kerak, o'pib, lavlarimni shimib, rosa qilsangiz kerak, uxlatmay meni ko'rgan kuningiz. Ishoning, shunaqa qilamiz hali. Men uyatchayin odamman hayotda. Shunaqa qilasiz. Hayotda men uyalchayin odamman, men uyalaman qizlar bilan. Men mayta uyatchi odamni nima qo'tog'i turmaydimi? Uyatchi odam qolmaydi. Meni qo'tog'im yo'q, turadi. Men uyatchayman, men haydaqa unaqa kirishib ketaolmayman, men uyalaman men. Endi ochdim, Sizchi, Aziz. Mana ash qiz bilan ham 2 oymi, 3 oy gaplashdim. Endi bilan irg'iyman desam, meni dedi nikohlasangiz irg'avering dedi. Bo'lmasam dedi zapret dedi, to'g'ri tushuning dedi. Ha dedi, bo'pti dedim, bo'ldi, qayta nikohlayman uni men. Ketdi shu bilan. Endi u siz bilan ko'p sikishib, endi biz boshqacha sikishmagan men bilan,
Gucci sikishmagan, men sikmoqchi bo'lganman to'g'ri. Yo'q Sikmoqchi deganmi? bo'lganimda nikohlab siking degan. Siz Endi bitta sikish uchun nikohlamayman-ku men uni, to'g'rimi? Yo'q, siz aytmaganmisiz? Bo'ladi u ham. Hozir sekin qilib turavering. Unisi siz ustasiz gapga. Siz amallisiz. Men sizga ishonaman. Ko'nglim to'q. Sizni 3 yildan tani, 2 yil begodi, 1 yil bu. Mana hozir Benjimi ham men bilan sikiydigan bo'lsa, men nomahram sikishmayman, nikohlab. Gapga oy, men bilan bir marta ko'rishganda nima meni xotin qilib olib qolasizmi? Men harom xarij yurishni yoqtirmayman. Alba bir kunda nikohlaysizmi meni? Ha, o'zimga o'zim nikohlab sikaveraman. Voy, o'ziga o'zi domla bo'lib olasiz. Yo, bismillahirrohmanirrohim deb qo'llaringizni yuvib mamlaqalardan, ha? Chorlik yo'q. Ha, torat top kelib, sekin To'g'ri. olinaveradi. Unda xotin qilsangiz rosa o'pisharkanmiz, unda xotin qilib qiladigan bo'lsangiz rosa o'pishamiz. Endi og'zingizga olmaganmisiz? Endi aziz o'tib ketgan narsalarni nima qilasiz qo'lab? Odammanmi, yo'qmi? Ular bir cho'milib chiqsam suv nimalarni tozalamaydi. Bitta ginekologga olib og'zingizdan undaqa suvga uyutib qo'yish kerak ekan bo'lmasa bir hafta suvga uyutib qo'yish kerak. Og'iz ostida yotibdi-yu. Hech nima qilmaydi. Sizdan keyin ham qilaveradi, sizdan oldingisi ham hech nima qilmaydi. Siz bilan bir marta ko'rishamiz, ketaman men ham uyga. Siz ham uyingizga qo'yib yuboraman. Nima qilaman? Siz uyimga olib kelib er qilib olmayman-ku. Ya men Bir kun ko'rsangiz nima qilsak qilaveramiz, hech nima qilmaydi. Men to'lga oyog'imni so'rdiraman xolos. Qizlarga oyog'imni so'rdiraman xolos. Gapirmang, yolg'on. Shunaqa quchoqlashib o'pishasiz. Boshmaldan nixuya. Boshmaldag'imni so'rdiraman, boshmaldag'im. Menga qarang, shunaqa zo'r bolalar o'pishgan. Siz kim bo'lsiz? Siz nima o'pishmaysiz? Men zo'rmasman, men zo'rmasman. Bu yerda gapiraverasiz. Men zo'rmasman. O'pishasiz. Men zo'rmasman. O'pishmay qanday odam seks qilishi mumkin? Betimni to'sib olaman men. Hamisha o'ling deb turib sikanman men. Voy. Men mudib qo'y o'ling. Inson qanday seks qilishi mumkin? O'zi o'sha seks o'pishdan boshlanadi. Qanday o'pishmasan sikishib ketmaysiz-u? Az etmayapti. Xalq ichida az qulog'imga yetadi. Sekin o'zi ko'rishganimda belimdan ushlab, o'zi sekin bo'ynalarimdan Qulog'ingizga ham qoladi o'zi sekin. Men mana bitta ikkita qiz bilan to'g'ri yolg'on gapirmayman, qilishgan bo'lsa, mashta turibdi. Hammasi bilan betimni to'sib olib qilishganman. Qo'y unaqaman. Voy, qo'ysiz. Voy bilan. Betiga qaragan uyalganman. Bosinglar bir parta tashlayib betiga bosing. Betiga qaragan uyalganman hammasini. Unda siz zo'r sikish olmas ekansiz, uyalib sikishsiz. Men uyalaman to'g'risi. Sizes uyalaman. Bosinglar batildi.